Abduqodir Husanov haqida 10 ta fakt. Qani boshladik. U Bunyodkor akademiyasida 7 yoshida futbol faoliyatini boshlagan. Bolaligida Bunyodkorda nafaqat o'yin pozitsiyalari va himoyada, balki hujumda ham bo'lgan. Belorussiya chempionatida o'ynagan vaqtlarida Belarusiyada qor yog'sa, mashg'ulot o'rniga qorni tozalagan. Yoshligida uncha ham jismonan kuchli bo'lmagan, lekin tezligi va chidamligi bilan tez chiqib ketgan. Husanov familiyasi otasidan emas, otasining bobosi tomonidan kelgan. Husanovning otasi Hikmatjon Hoshimov ham professional futbolchi bo'lgan. Manchester City murabbiyi Pep Guardiola uning jismoniy ko'rsatkichlarini maqtagan. Unga berilgan Gelik avtomobilini o'zi uchun emas, balki otasiga sovg'a qilgan. Husanov 20 yoshida Manchester Cityda debyut qilgan va jamoaning asosiy himoyachisi ham hisoblanadi. Abduqodir Husanovning jismoniy tayyorgarligi juda yuqori. U tezligi, chidamliligi va kuchi bilan ajralib turadi.